Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Angliya Kubogining final bahsi Chelsea va Manchester City jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Muhim uchrashuv oldidan bir qator sport nashrlari ikki klubning taxminiy tarkiblarini e'lon qildi. Jumladan Sport Smoli talqiniga ko'ra, hamyurtimiz Abduqodir Husanov boshlang'ich tarkibdan joy olishi kutilmoqda. Shuningdek, shaharliklar faoliyatini yoritib keladigan City Extra ham o'z taxminlarini ma'lum qildi. Nashrning yozishicha, Husanov zaxiradan o'yinni boshlashi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, bellashuv bugun Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da start oladi. Saudiya Arabistoni 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogiga mezbonlik qilmoqda. Bugun turnir chorak finalidan o'rin olgan ikki bellashuv bo'lib o'tadi. O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi keyingi bosqich yo'llanmasi uchun Janubiy Koreya bilan bahs olib boradi. Mazkur o'yin Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. Shuningdek, Vyetnam va Avstraliya ham o'zaro to'qnash keladi. Ushbu bellashuv esa soat 22:00 da start oladi. Ma'lumot uchun, kecha Yaponiya hamda Xitoy yarim finalga yo'l olgan edi.